oilamizga yaxshi munosabatda bo'laylik. Bugun oilaviy munosabatlar sal og'irlashib boryapti. Hayron qolyapmiz. Nahot endi shu xonadonda ham shunaqa holat bo'lishi mumkinmi? Aslo ayolingizga qattiq gapirmanglar, akalar. Ayolingizni har zamon maqtab turing. Onasi senga ming rahmat. Sendan men minnatdorman. Sen bilan meni taqdirimni birga qilgan Allohimga hamdlar bo'lsin. Sen bilan men ko'p narsaga erishdim. Nimaga erishgan bo'lsam, seni duoying bor. Uyimni barakasi sensan ayolim deb yaxshi gap gapirib turing. Sizdan nima ketadi shu gap gapirib nima ketadi? Lekin buni natijasichi, oho, osmonga uchib ketadi ayol kishi. Ayol kishiga faqat shirin so'z kerak. Bo'z mato kiydirib qo'ying. Loy suvoqning ichida yashasin. Eridan yaxshi so'z eshitsa u ayol baxtli ayol. Tillolarga burkab tashlang, aytganini olib bering, lekin qo'por gapiring, u tatimaydi azizlar. Tatimaydi.